Es el mensaje que tiene hoy. Ular biz tarix yaratdik, bizning yo'qotadigan narsamiz yo'q deya hozircha bizni faqatgina chalg'itishmoqchi xolos. Agar O'zbekistonni jiddiy qabul qilmasak, bu biz uchun yaxshigina salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi turgan gap. Biz bunga aldanmasligimiz kerak. Ularga razn solar ekanman, men evolyutsion bosqichni o'tagan uyushqoq jamoaviy termani ko'ryapman. Ular hujumda o'ta progressiv harakat qilishmoqda. Bu italiyalik mutaxassislarning sa'y-harakatlari albatta. Qaytaraman, bu jamoaviy terma jamoa va ular kollektiv taraflama ancha kuchli hisoblanishadi. Ular intensiv harakat qilishadi, lekin kalit bunda emas. Gap ularning avtobus qo'yib, shunchaki qulay fursatni poylab turishlarida emas. Aytaylik, ularda Husanov bor. Ha, o'sha mashhur Husanov. U so'zsiz himoya qo'rg'oni. U to'pni osongina olib qo'ya oladi va aniq paslari bilan yarim himoya va hattoki hujumchini ham oldinga ildamlay oladi. Ha, men uni o'yinlarini APLda kuzatmoqdaman. U ajoyib mavsumni o'tkazdi. O'zbekiston asosan 3 himoyachidan iborat tarkib bilan so'nggi vaqtlarda harakat qilmoqda. Husanov mas'uliyatni qo'rqmasdan bo'yniga olmoqda. U atiga 22 yosh bo'lsa ham, u bemalol himoya chizig'idagi barcha xatolarni to'g'rilab, hattoki boshqa sheriklarini ham sug'urtalab qo'ymoqda. Shomurodovga hurmatni saqlagan holda aytishim mumkinki, agar biz Husanov muammosini yecha olsak, qolgani aytarli qiyinchilik tug'dirmaydi. Ha, haqiqatan ham Husanov juda ham tezkor va agressiv futbol namoyish etadi. Biz buni guvohi bo'ldik. Terma jamoa o'yinchilarining aksariyati quyi ligalarda harakat qilishadi va jahon chempionati ular uchun jahon bozoriga chiqish uchun eng katta va eng zo'r imkoniyatdir. Bular albatta bundan maksimal darajada unumli foydalanishga harakat qilishadi. Bunga shubha yo'q. To'g'ri ta'kidladingiz. Jamoa asosan qanotlardan hujum qilishadi va markaz orqali yorib kirishga ham harakat qilishar ekan. Ular bo'ydor hujumchisidan foydalangan holda albatta asosan bosh bilan gol urishga katta urg'u berishar ekan va standart vaziyatlar ham ularning eng xavfli qurollaridan biridir. Xavier, juda to'g'ri aytdingiz, ular qisqa kasanalar orqali hujumni juda ham tez tashkillashtirishmoqda. Ko'rib turganingizdek, ular har jabhada xavfli. Shomurodovning statistikasini ko'rdim. U Turkiya Superligasida, Yevropaning top ligalaridan birida to'p urar bo'lmoqda. Bu hech narsani anglatmayaptimi? Bu albatta xavfli signaldir. Biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zbekiston shunchaki sayohatga kelayotgani yo'q. Ular har qanday jamoani ojiz nuqtasini his qilishga majbur etishmoqda va biz bunga tayyor turishimiz kerak. O'zbekiston shunchaki sirli tulpor emas, bu aniq tashkillashtirilgan jamoaviy, intensiv va evolyutsion ruhdagi jamoa. Men